Shunaqa patsient menga murojaat qilgan, kelgan, dog'ga ukol olib yurardi, lekin unda unaqa bilinar-bilinmas edi dog'i. Borgan, lazer qildirib kelgan. U lazerni ham men kimligini aytmayman, lekin borib dermatologga qildirib kelgan. Endi siz u holatda men sizga tasvirlab bera olmayman. Mana masalan, kichkinagina masalan bundoqqina dog' butun yuzini egallagan. Endi uni umuman ketkazib bo'lmaydi. Nisbatan ochartirsa bo'ladi. Masalan, kichkinagina holni endi butunlay nima deydi, butun yuzga tarqatib yuborgandek gap. Bu mutlaqo noto'g'ri. Lazer qilib, terini ko'chirib, bu dog'dan xolos bo'laman, yo'qotaman degani emas. Ha, iloji boricha mana yuzingizda dog'ingiz bormi? Unga travma berish kerak emas. Masalan, ximический пилингlar qilishadi. U ham travmatizatsiya, ya'ni teriga travma berish natijasida u dog' yana ham kuchayib ketadi. Melanin shunaqa, mana teridagi melanin organizmda уже nima deydi, sizga foyda emas, naborot ishlaydi.